Endi men nasib bo'lsa bunga bir to'y qilaman. Katta bir to'y qilaman. Ana u Abulhay Karimov keladi. Ana uni aytib beradi. So'ziga sehri bor, o'g'ilbacha, so'ziga mehri bor, o'g'ilbacha. O'sha bilan qiladi. O'dagilarga so'ziga sehri bor, o'g'ilbacha. Ko'p o'ynamasang, o'ynash mumkin emas. Qo'yib bersang, hozir tuqqan kelib ketasan safhatda. Apa, iltimos, yo'talmaguncha bachani oldiga, haligi men shosh qo'ydim-da. asosiy ishni tushunmadim. Asosiy ishni men qilmaganman, xotin. Dadasi mana shunga qayerib, o'z qo'llarim bilan tug'izdim. Abi, shunday demaysizmi, apa? Yuragim joyidan chiqib ketdi. Mehnatni men asosiy ishni qilganman, qahramonda yuribman. Bo'ldi, tushundim sizni. Yo'tallaringizdan bildim, joningiz omon bo'lsin. Siz nimaga o'ltirib turibsiz? Men kindigini kesdim chaqalog'ingizni. Kindikni siz kesdingizmi? Aylanay, qo'lchalaringizdan sizni baraka toping. Mana, ana shu qo'lingiz bilan kesdingizmi? Joningiz omon bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Sanitarkamiz bor edi. Sanitarka? Xonalarni tozalab, hamshiramiz bor edi. Bularga yaxshi qarab, sog'lig'iga qarab turuvdilar. Endi xafa bo'lmaysiz. Yetib borsin faqat. Havoga parchalanib, mayda-mayda bo'lib ketmasin. Parchalanmasin. Pediatrimiz ham bor edilar. Pediatr? Alohida bolangizga qaraydigan doktor vrach. Pediatr tug'diradigan joyga pediatr ham kerak bo'lyapti hozir. O'lay. Mana uni pediatrga bering. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Bo'lsa Massajlari bor edi. Massajistimiz bor edi. O'lay, massaj. Albatta. Men hol umrimga biror marta massaj olmaganman. Bacha massaj oldim. Massajchiga bering. Bolam uchun aylanay. Tug'ilishing shuncha qimmatga tushyapti, bolam bu yog'iga bilmayman nima bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin. Bo'ldimi aylanay? Yo'q, tug'ruqqa kelganlarni qabul qilgan doktorimiz bor, postiga hamshiralarimiz bor. O'shalarga ham berib ketasiz. Aylanay, seni tug'dirayotgan payt tez больница ish qilib, sizlarning oldlaringga kelmadimmi? So'm qilib kelman xotin. Shuncha 8 ta bolam bu staj yo'qda buni qara. Bunisi juda bir boshqacha bo'ldi bolam seniki. Mayli, agar hamma bo'lgan bo'lsa, biz agar ruxsat boraylik. Mayli, Rahmat. Yana kelamiz to'xtatib Xudo biladi endi kelishimizni. Yo'q, xotin ketdik. Zavxozga olmadik-da. oyligini olyapti-ku, hali bularni chiqish kerak. So'ziga sehri bor, o'g'ilbacha. Ko'ziga. Assalomu alaykum. Assalomu bergan bo'lsa. Rahmat akajon, joningiz. Yelkaga qo'ying. O'zim qo'yib qo'yaydim ukajonim. Xudo xolisa bu buyuk bola bo'ladi. Ana. Yig'lashdan bilaman-da. Qani. Olim bo'ladi, unisi diplomat bo'ladi. Ana. Katta bir biznesmen, tadbirkor bo'ladi. Oldindan ko'ryapti, lo'limi deyman bu yoqqa. Bo'lib yig'layapti. Katta bola bo'ladi. Ha, sog' bo'ling, rahmat. Nasib bo'lsa endi bizga nimadir ataganmisiz? Tushunmadim. Siz kimsiz? Sizga nima beraman men? Mana shu yerda qorovul-da. Qanaqa qorovul? Esing joydamisan? Bor qorovul bo'lsa, qorovulligingni qil. Meni oldimga kelib nima qilasiz? Hech kimni kirgizmadi, dadasi bering. Sen iplos menga oshnamisan yo ayiq qo'shnamisan sen? Yo'q, dadasi yaxshi. Anaqa 24 soat turibman. Aylanay, mana. Aylanay. Mastam, lekin Baraka toping, mana shunday tinchlikni saqlab turing. xursand bo'laman. Sog' bo'ling, rahmat. Shoshma. Kel. Ha, bu bizda sherik. Sherik? Doktor-ku bu? Bu ishda. Ha, shu doktor-da. Papasha ketyapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Oyoqlarini ehtiyot. Bo'ldi. Tegmang, iltimos. Teksa pul bo'lib ketyapti hammasi. Ketyapsizlar. Ketyapmiz. Boraylik, sog' bo'ling. Ha? Ketyapsiz, Ha? Ha, biz buni qulog'ini tekshirdik. Mana shovqinlar eshitsin deb. Siz kimsiz? Lormanda, lor. Tug'ruqqa lor nima kerak ekan? Boshqa shovqinlarni eshitmasin deb qulog'ini tozaladim. Ebe. Tomog'ini tozaladim buni. Aynan. O'sha nima uxlab yotuvdim, dadasi kelib tekshirib ketibdi ekan. Ana. O'zingiz ayting. Oxirgisi, aylanay, oxirgisi. Kammas. Ushlang. Kammas. Normal gapni eshitdik. Bitta gap aytaymi, doktor? Formamiz har xil bo'lsa ham, ishimiz bir xil ekan, lekin mana buni olingda. Rahmat, mayli, boriga. Sog' bo'ling. Yaxshi boringlar. Ketdik, xotin. Yur. Barchani raddomdan olib chiqish uchun o'zi kredit olib kelish kerak ekan bu yoqqa. Dadasimiz aytdi, o'nta bo'lmasa, taslim bo'lmayman dedi.